Assalomu alaykum ahli top kanalimiz a'zolari. Bugun 25-oktyabr 2025-yil. Mana navbatdagi labo'gam chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Bu laboni egalari Farg'ona viloyati Bog'dod tuman Karim bobo qishlog'idan yetib kelibdilar. Laboni ichlariga shu izolyatsiyalar qilindi. Poliga mana shunaqa uloqsiz holatdagi ko'tarilib turadigan rezinkalar tashlangan. Mana bu joylarda penoplekslar bor. Qo'yishdan maqsad tunikani tiraydi, hashay-pashay tushmaydi, issiq sovuqda orqadan o'sha salonda sidinaning orqasiga o'tkazmaslik uchun qilinadi. Mana bu joylarda konteyner pollari bor. Uni ko'rgansizlar videolarda. Har qanaqa zarbani to'sadi. U bir narsa silqib tegsa bukilib kirib ketmaydi, ushlab qoladi. Bu joylari mana 1,5 sm ichkariga qaytgan. Hamma tomoni ochganda qo'lda mana ilmaydi ham, kesmaydi ham. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Alohida mavitiga dugalari bor, qo'yganmiz videolarda. Bu joyiga sandiqlari bor, alohida akkumulyatор taqlar, tepasiga bagaj, uloqsizlik, rezinkalar hammasi alohida sotilaveradi. Tunuka qoplatilgan akalar bo'lsa, telefon qilishingiz mumkin. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida 1 soat ichida o'rnatib beramiz. Mana bu ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Kamchiliklar bo'lsa kommentariyalarga yozib qo'yasizlar. Kuzatishda davom etinglar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.